rahmat. Danatilla otangizga rahmat sizlarga. Buyoqqa. Yordi oxirini. Amayli. Buyoqqa. Ay gapi. Bir stakan suv, 5 qoshiq potiga krem ichiga solasan, aralashtirasan-da, suyultirib. Potiga kremni qo'shib suvga aralashtirasan-da, ko'tarib ichib yuborasan hammasini. Stakanni bundoq ko'rsasan menga ichini. Birinchi shart. Ikkinchi shart, 6 litr suv ichasan. Hozir ichdimi suv qaytib beraveradimi suvni? Iya. Jan. Ben ko'tski shart qilaman. Yo ko'tski shart qilgin. Ha suv ichdim, yana qayta suv beryapti. Iya. Jon uka, Rembo. Yaxshilikni bilgin, Jan. Men yaxshilikni bilyapman. 3 so'ragan yopmaganiga. Mana 4 litr suv deding, 4 litr suv yana qaytib yana o'sha shartni berilmaydi-yu. Suv deding, suv potiga krem berilaveradi bizda. Ko'tski shart qilolmaysan. 3-chi shart. Burningni mana shu yerni shundoq ushlaysan-da, mana shu yerdan teshib nenani o'tkazib menga ko'rsatasan bundoq qilib. Menimcha potiga krem yaxshi bu hayotda. Patinka krem nima deding? Bir qoshiq 200 gram suvga 5 qoshiq potiga krem, 5 qoshiq potiga krem solinadi, suyultiradi polni. Rastvor. Bitta ko'tariladi, stakan ko'rsatiladi. To'xtadi. 5 qoshiq ko'p. Ya nima deyapsan? Mana 5 qoshiq, 1 qoshiq o'z daddalarni chiqaradi-yu. Bilan. Oy, Normalniy shart ber, o'yin bo'lsin. Normalniy shart ber, men shotingga qara bilat, otang urib bermaydi senga. Shotingga qara, normalniy shart ber qilaman. Qildim-ku, normalniy shart ber bilan. Normalniy shart ber, men ham normalniy shart beraman-ku uysam bilan. Odamlar bitta narsani bilinglar-da. Bularga qancha yaxshilik qilib, mana shu botib o'ynab, mana shular bilat pulni qilsin deyman, bilat, bular yaxshilik tushunmaydi. Menga hozir turib hozir onangni sikiyam deydi hozir turib. Borku mana shu bola. O bo'lmasa shart qil. 5 bilat burun teshasan deyapsan. Qaysi dalbay burnini teshadi? Iya? Billah. Qayt boshqa shart. Burun teshasan. Teshyapti bolalar, teshyapti. Oson narsa bu Mehmetni hech narsa yo'q. Mana bu borku mana Mehmeti. Hech narsa yo'q, qo'ling bilan ushab ko'r buni. O'tadi bu yerdan. Normalniy shart erzik qilaman-ku bilasan. Davr qilib bo'lmaydigan shartlar aytib tashyapsan. Senga oxirgi marta aytaman. 5 litr suv ich. 4 qoshiq potiga krem suvga suyultirib ayron qilib ichgin. 3-chi shart. Burning tiyish tamom. Odamlar og'zini tikyapti, Qozog'istonda og'zini tikib yuboryapti. Ko'ryapsanmi o'ynash uchun? Jan, har narsa yepi bilanda endi, bitta narsani to'g'ri tushungin. O'yin o'shanda azart beradi. Bu neydi skey? Surna. Durak ekan bular. Qip-qizil jinni. Qip-qizil jinni. Voy buni onasini skiy buni. Ahmoq. Nima oldu? 3 ga pazarga oldu bor yo'g'i. Yeydilar. Mana shu oxirgi pul topishib bo'ladi buni. Onasini skiy bo'ladi. Salom.